Bolalarimiz ne bunaqa qimmat, ne bunaqa vodiyda arzon, o'tda arzon, bu yerda arzon juda ko'pchilik aytadi. Bizda bunaqa sifatsiz narsalar stol ustida chiqmaydi. Sifatda juda katta farqi bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunda ustiga chiqib sakrasanglar ham, bizanikida Salvadorim mahsulotda hech balo qilmaydi. Bularda mana o'sha pamidlari yorilib ham ketdi, oyog'im kirib ketdi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Toshkentlik akalarimiz vodiy stollari haqida niyat bildiribdi. Ularga maydalashib o'tirmaymiz, so'z isboti bilan. Ko'rishingiz mumkin. Shaklari, nimalari hamma yo'q joyida. Mana stolimiz. Kasga ko'ramiz. Neden çıkayım? Oh, Gel yok. Yazsın mı? evet ya. Neresi bir yer çıkıyoruz? Seyredin bakalım. Çok. Şimdi stol ko'rishingiz mumkin. To'qilishlari hamma yo'q joyida. Mana stol taglari. Akamiz $250 debdi. Biz $230 ham demaymiz, $200 ham demaymiz. $170 dan vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul.